Andijon Bahodir akani chig'irotini bel bolasi. Xo'p, Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idaman, akalarim. Men shu yerda tug'ilgan, qo'l bola, ona tomoni ham, ota tomoni ham %100 garantiyali. O'ta kuchli ota bolalari, xudo xohlasa sotuvga chiqdi akalarim. Like bosib, yaqinlik ulashib qo'yasizlar. Hammaga assalomu alaykum, xayrli kun. Jumayom muborak akalar. Yaxshi kundamiz, yaxshisini ko'rsamiz, xudo xohlasa. Hozir akam o'zidan bor-borcha ma'lumotni olamiz. Buni otasi Andijonda Bek degan, Muhammad Xo'ja akani oti. Bek degan otni bel bolasi. Ona tomoni ham aytishlari bo'yicha juda kuchli otni liniyasi ona tomoni. Shu To'raqo'rg'onda aka buni onasini otasi To'raqo'rg'on bo'lgan-a, Imildiroq, ha? Imildiroq, ha. Ha. Akalarim bosaveramiz. Yuravering bu yoqqa. Biz bor-borcha ko'rsatamiz, like bosib qo'yasizlar akalar, xudo xolasa. Insonchilik, xato kamchilik bo'lsa o'zi so'rab qo'yamiz. Bismillah deb boshlaymiz. Ulug'bek aka, hormang. Salomat bo'ling aka. Charchamayapsiz, chetroqqa olar ekanmiz aka. Mashina ko'p tabayda. Ha. Asosiy yo'l. Ha, asosiy yo'l. Jonivor ko'z tegmasin, mana akalar. Akam 21 qulini. Ha, shunday. Mart oyida dedilar, ojiba, martda tug'ilganmi? Mart 20-22larga to'g'ri keladi. Ha, ko'z tegmasin, mashalloh. Otasi Bek, Otasi Bek. Andijondagi. Andijon. Jonivor ko'z tegmasin. Hozir mana akalar. Shunda hisobda bu yilga rasman 5 sharga to'lib o'tibdi akalar. 5 to'ldi. Akam boquvdami deyman-a bu? Ha, boquvga endi ko'kdan kelib endi yangi tushdi. Ha. Bo'lmasa buni qiynamaymiz aka. Ha. Yengil ko'rsatamiz, qiziqqan akalar o'zlari kelib minib ko'rishaveradi aka. Minib ko'rishaveradi, ha. Kunamiz issiq. Aka endi buni bir ma'lumotlarni bering akam. Ota tomoni tayin, ona tomoni tayin. Xarakterlari qanday? Qo'l bola toy aka. Aha. Shuni ozgina yaxshilikka yer oldik, shunga sotyapmiz aka. Mashalloh. Mana akalar. Bu o'zingizni biyanini bo'lasida onasi bormi hozir? Yo'q, onasini ham sotib yubordik. Ya onasi ham ketdi. Ha, yaqinda sotdik. Ko'z tegmas. Mana akalar. Akam ancha-muncha uloqlar o'rgatib qo'ydimi? Bor, ha, uloqlarga borgan. Yangi uloqlarni bir ikki marta solgan. Ko'z tegmas. Endi yosh ekanda. Ha. 6da ot, 7da chop. Yana ozgina avaylaydigan joyi bor ekan akalar. Bor. Ko'z tegmasin. Mashhur Bekki bolasi. Bek opti. Aka, bu tomon qaratingda bir qo'shqoqlarni ko'rsatayın. Mana akalar. Jonivor. Hammaga nasib qilsin. Aka, necha chiqadi bo'yi? Ulug'bek aka? Bo'yi 1.72 kammikan? 1.70 kam. Bir kam bo'lsa kerak menimcha. Dadil ekanmi? Xudo xolasa akalar. Jonivor ko'ringlar. O'syapti bu har kundan kunga o'syapti. Ha, ko'z tegmas. Mana tuyoqlar. Aka, nuqsoni yo'qmi? Yo'q, hozircha yo'q. Oyoqlarda og'rig'i, ishig'i, Yo'q. kami ko'si. Jonivor ko'z tegmasin. Xarakteri yaxshimi aka? Xarakter juda yuvosh. Qarovga tuzaymi? Yaxshi. Mana akalar. Shu tomonroqqa olaylik akam, keling. Mana tomonroqqa olib tushaylik mashinani yo'ldan ko'ra. O'sha akalar, 37 baland. Faqat hushyorlaymiz. Rahmat. Taktir. Bor-borcha ko'rsatamiz. Taktir. Zerikib qopti o'sha. Jonivor ko'z tegmasin. Mana akalar. Yurg'izavering sekin. Bosavering. Orqalarini ham dadil bosar ekanda jonivor. Orqasini ko'ringlar. Ulug'bek aka qaytaravering aka. Buni endi akam nech pul aytamiz endi? Nima deydi? Yaxshi narsa doim pul. Ha, shunday aka. Yaxshi narsa doim pul. Buni hoji buvam sotmasdan avval yurgan otida. Ha. Buni yana bitta sherigi bor akalar. Andijondagi chig'ir otni bel bolasi bor. Hozir xudo xolasa uni ham ko'rsatamiz. Ulug'bek aka nech pul deymiz? Buni 20 ming azdan kami bor deymiz. 20 ming dollar. Xayri barakasi bormi aka? Bor da. Mana akalar. Aytilishi 20 ming dollar. Xudo xolasa xayri barakasi bor. Akamning nomerini ekranga qo'yib qo'yaman. Qiziqqan akalarim tushaveradi. Aka, yuragi to'q chiqdimi, yaxshimi? Yaxshi. Bir haliga qaytish, sarlash shunaqa narsalar yo'qmi? Yo'q. Kuchiga yarasha harakat qildi o'tgan yili. Yoshlar chopdi. Bir ikki marta qildi o'yin ularlarda. Ko'z tegmasin. Ana akalarim. Buni otasi ham shunaqa zo'r bo'lgan inshaalloh. Hammaga yaxshilar nasib qilsin akalarim. Andijon Bahodir akani chig'irotini bel bolasi. Aka, nechini qulini Ulug'bek aka? Bu 7 ga o'tdi.
7ga 19 quluni. 19 qulun. Ota Bahodir akadagi chiqir otni bolasi. Bu düşün. Bel bolasi. Maşallah. Akalar hammaga nasib qilsin. Akam endi bir ma'lumotlarni bering aka. Qanday, onasi qayerdan kelgan, qaysi otni bolasi aka? Onasi Toshkentdan kelgan aka. Mhm. Beştöre'l özümüz qo'limizda turgan. Shu yaxshi otlardan ne'matlar tushgan. Ko'z tegmasin. Bu yoqqa olavering. Bu yoqqa qaytaravering aka. Bu yoqqa qaytaravering. Bunday mashinalar o'tib turadi akalar. Aytib yurmaysizlar. Mashina yo'lida. Mana akalarim. Ular xullas Hoji buvam sandig'idagi o'zini biyalarni bolalar akalarim. Shu chig'irga qo'yilgan buni onasini bu chig'irdan tushgan bola. Oga qaytarib qo'ying-da. Yaxshilikka, jinday zaruratga Hoji buvam yer olibdi. Shunga sotaman dedi, xudo xolasa akalar. Bor-borcha biz ko'rsatamiz. Sizlar like bosib yaxshilik ulashib qo'yasizlar. Ulug'bek aka hozir rosman 7 yosh buyilgan. Ha. Oka ulug'larga solindimi? Quloqlarga solindi. Yaxshimi? Shu usta to'ra qo'rganda şeyda yoshlar mara soldi. Ko'z tegmasin. Mana akalar. Oka xarakteri qanaqa? Odamga yuvoshligi, Yoshligi yaxshi. nuqson unaqa narsalar yo'q. yo'qmi? Bir tishlab tep xarakterlari? Yo'q, unaqa yo'q. Mana akalar. Bularni minmaymiz. Sababi o'sha etini ko'raylik hozirda. O'sha baylovga qo'yib, ancha-muncha boqib qo'yishib ko'z tegmasin. Mashalloh. Aka shu tomonga yurib o'zing Ulug'bek aka. Mana bir qadam bosishini ko'rsatang. Akalar kun issiq. O'sha mana yurganni hisobiga jonivorlar telladi. Qiynamasdan borcha ko'rsatamiz. Kichkina narsalar emas, arzon narsalar emas akalarim buni bilgan biladi. Jonivor ko'z tegmasin. Bu o'sha chig'iri bel bolasi, xudo xolasa. Buni onasi ham o'zlaridan bo'lgan, o'zlarining qo'lida tug'ilgan. Ulug'bekga qaytarib qo'yincha akam, oxirida yaxshi, yedi ishtida. Zo'r. Oxirida qashov tozalov, Juda taqalaganda hamma yo'q yaxshimi? Yo'sh aka. Mana aka. Takdir. Chiqaveramiz. Xudo xolasa, ulug'larga garantiya ham aka? Garanti. O'tgan yildan kechirishni boshladik, kechirdik juda ot chaparlarda. Katta yig'illarga qo'shildi. Katta yig'illarda bir kechirildi. Videolari bor. Dalillar bormi? Ha, dalillar bor. Bo'ldi akajon. Mana akalar. Qo'sh qovoqlari xullas hamma tomoni kelgan. Bo'yi necha chiqadi bu? Ulug'bek aka? Bo'yi 1.68 ga minusda. 68 ga 70 ga 1-2 sant kam bu ham. Ko'z tegmasin. Mana. O'syapti bu ham. Istamjon aka? O'syapti bu ham. Ammo yaxshi yo'g'onlabdi aka. Ha, yo'g'onlashi Jonivor yaxshi formalar chiqdi-da. O'syapti. Ko'z tegmasin. Mana akalar. Ulug'bek aka bir qiziqqan odamga beraylik akam bir Nasib qilsa olishadi. Xudo xolasa. Bir kelishni ayting aka. Olib xursand bo'lishadi. Inshaalloh. Necha pul aytamiz buni? To'xtatavering. To'xtating aka. 25 yazın akami bor deymiz. 25 ming dollar. Xayr barakasi bor. Bu oyog'i yetdi, xudo xolsa bor, ha. Xudo xolasa akalar mana. Bu buyildan xudo xolsa xursand qiladi. Akam ko'pkariga dangal bosib ko'rishaveradi-da. Dangal bosib ko'rishadi. Sezonga bor xudo xolasa. Suvini keltirishganda dangal bosib ko'rishadi. Hoji buvam aytishicha, Chesta qoraver bu aka. Hoji buvam aytishicha akalarim, olib borib sosin deyishdi. Boqib chiqib, sovutib, olib borib uloqqa sosin. Agar uloqda uyaltirsa qaytara olaman, raskotiga yedirgan ichirganigacha to'layman deb va'da berishdi akalar. 25 ming dollar xayr barakasi bor. Xudo xolasa ekranda nomerlarni qoldiraman. Qiziqqan akalarim chiqaverasizlar. Buni o'sha ota tomoni ham, ona tomoni ham liniyasi kuchlik. Kimgadir arzon, kimgadir qimmat, buni bilgan biladi akalar. Bizning ishimiz endi borcha ko'rsatish. Yedi ishtisiga, tanijoni sog'ligiga, xullas yuvoshligiga, oyoq qo'li butligi, hamma yo'g'iga o'zlari kafolatini berishadi akalar. Ekranda nomerlarni qoldirdim. Bo'yi 1.55 balandroq 60 ga borib qoldi. 1.55. Uni otasi unaqa baland bo'lmagani, ona yaxshi bo'lgan ekan. Yolg'on bo'lgan. Ammo ota pachka ot bo'lgan. Ha. Juda qalin ot edi. Ha, Karim akalar kutib turishardi, biz borguncha, biz olib borardik, shu meni borguncha bir yut keldim bo'lib turardi. Mana akalarim. Xullas yaxshi otlar liniyasi ekan. Inshaalloh chiqaveramiz. Shunaqa to'ydan yaxshi ot qilaman degan akalarim.
Ekranda nomer qoldiraman. Aka bu yoqqa qaytaring. Yaxshimi aka? Menga bo'ldimi? Ha, yoshlar mindi. Ha, minib qo'yildimi? Taqavrib Ha, qo'yilibdi. Taqa urildi. Bu Tish ikkinchi. buzdimikin tish yo hali buzmadi? Bilmayman, mana ko'ramiz. Qani? Yo hali tish buzmabdi. Mana akalar. Ikki yashar ekan rost mana. Mana tuyoqlari, forma bichimlari, mana orqalari akalar ham. 155 dadil. Xudo xolasi. Yaxshi men chumchi yo'llari kelib qoldimi Ha, aka? zo'r, qilt etmay ketaveradi. Shuni meni vosita qilt etmay ketaveradi. Mana akalar. Tuyoqlarni ko'ring-a. Jonivor. Chiroyli kelgan ekan. Bo'yinlari, qo'sh qovoqlari. Buni xudo xolasa sabr qilib, avaylab, vaqtiga yetkazilsa, yaxshi ot bo'ladi akalar. 2 yasharida 155 o'zi dadil. Keyin otasi ham, onasi ham o'ta liniyasi kuchlik jonivorlar. Buni Ulug'bekka necha pul aytamiz endi akajon? Endi anchagina mehnati, tarbiyasi bor aka. Endi ko'chat bir tomon. Ha. Yaxshiligi Xuddi shunday. ko'chat ekan. Yaxshi insonga yetsa, xudo Xudo xolasa, xolasa. tarbiya qilsa, yurg'izingchi orqalarini bir Qanday odam bosishini xursand ko'rsangchi. Mana aka. Orqasini ham yaxshi bosar ekan. Yuvosh ekan uni bir tomoni. Yuvoshlik juda yuvosh. Yuvosh ekan, odamga yaqin ekan. Bu adashmasam aka, men bir kelganimda netda onasi bilan o'ynab yurgan qulunchami? Xuddi o'sha, xuddi o'sha. Mashallah. Xuddi o'sha. Shu 1,5 yilcha oldin ko'rdim akalarim. Kelganimda bir 2 oylik, 3 oylik quluncha edi. Jonivor. Mana yerda o tutlan tagida, o'riklan tagida o'ynab yuradi. Yaxshi o'zgaribdi aka. Onasi ham yaxshi biya edi. Ha, shunaqa 55 bor dedi. Buni necha pul aytadi endi Ulug'bek aka? 10 ming yazın ekan. 10 ming dollar. Ha, Xayr barakasi bormi? Bor, bor. Kelishamiz-da. kelishamiz. Ana akalarim aytilgan narx emas. Xudo xolasa kelishiladigan narx. Aloqaga chiqarasizlar, ekranda nomerlarni qoldiraman. 10 ming dollar. Otasi burgut, onasi o'sha mildirig'i liniyasiga borib qataladi. Yaxshilik ulashib qo'yasizlar akalarim. Hoji buvam o'ziga aloqaga chiqib pulini kelishib, talashib, tortishib yaxshi ot qilaman degan akalarim olaverasizlar xudo xolasa. Ko'z tegmasin akalar. Bosamiz, yaxshilik ulashib qo'yasizlar.